Aziz pensionerlar, hurmatli ota-onalar, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki 2 yildan boshlab pensiya oluvchilarga taalluqli bo'lgan yangi tartiblar, to'lovlarni tekshirish, qayta hisoblash, qo'shimcha pul olish ehtimoli va ayrim hujjat masalalari bo'yicha juda muhim o'zgarishlar bor. Eng muhimi, bu gap faqat 1-2 kishiga emas, pensiya olayotgan deyarli barcha fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Men hozir sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar xursand bo'lishi mumkin? Kimlar albatta hujjatini tekshirtirish kerak? Kimlarga hech qanday xavotir yo'q va eng muhimi, pulingiz kamayib qolmasligi yoki sizga tegishli qo'shimcha to'lov qolib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari uchun eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval pensionerlarning ko'pchiligi bitta narsadan qiynalardi. Menga pensiya to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Ish stajimning hammasi kiritilganmi? Qo'shimcha ustamalar bor edi. Nega tushmayapti? Bank kartaga o'tdim, lekin pul qachon tushadi? Uyga olib kelib berish davom etadimi? degan savollar juda ko'p edi. Oldingi tartibda ko'p hollarda pensionerning o'zi borib so'ramasa, o'zi ariza yozmasa, o'zi hujjat ko'tarmasa, ayrim masalalar yillar davomida ochiq qolib ketardi. Masalan, odam 35 yil ishlagan bo'lsa ham, pensiya ishida faqat 28 yil ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davrlarini stajga qo'shish masalasini bilmagan bo'lishi mumkin. Yoki nogironligi bo'lgan pensionerga urush qatnashchisi maqomiga ega bo'lgan shaxsga, yolg'iz yashovchi keksaga, boquvchisini yo'qotgan oilaga qo'shimcha to'lovlar bor, lekin hujjat to'liq bo'lmagani sababli pul hisoblanmay qolgan bo'lishi mumkin. 12 iyuldan e'tibor qaratilayotgan yangi holat shundan iboratki, pensionerlar o'z pensiya ma'lumotlarini yanada faol tekshirtirishi, elektron bazadagi ma'lumotlar bilan real hujjatlar mosligini aniqlashi. Agar asos bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilish kerak bo'ladi. Bu hammaning pensiyasi bir xil oshadi degani emas. Juda muhim joyi mana shu barcha pensionerlar uchun yangilik bor. Lekin qo'shimcha pul hamma uchun bir xil miqdorda tushadi degan gap noto'g'ri bo'ladi. Kimning hujjati xato, to'liq kiritilmagan staj, hisobga olinmagan ish haqi yoki qo'shimcha imtiyoz bo'lsa, o'sha odam ko'proq foyda ko'rishi mumkin. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya tizimida eng katta masala faqat oyma-oy pul tushish emas, balki shu pulning to'g'ri hisoblanganidir. Agar sizga har oy 20.200.000 so'm tushayotgan bo'lsa, lekin aslida hujjatlaringiz to'liq bo'lganda 1.300.000 so'm bo'lishi kerak bo'lsa, farq 1.000 so'm. Bir oyda mayli, kichik tuyuladi. Lekin bir yilda 1.900.000 so'm bo'ladi. 3 yilda esa 5.400.000 so'm. Shu sababli men har doim aytaman, pensiya masalasida mayli shunisi ham bo'ladi deyish yaramaydi. Har bir so'm o'z egasiga borishi kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olsin, kim xavotir olsin, birinchi navbatda pensiya olayotgan har bir fuqaro o'zining 3 ta asosiy ma'lumotini tekshirishi kerak. Birinchisi ish staji, ikkinchisi pensiya hisoblashda olingan ish haqi yoki daromad ko'rsatkichlari. Uchinchisi qo'shimcha ustama yoki imtiyozlar. Ish staji deganda faqat zavodda, maktabda, shifoxonada yoki korxonada ishlagan yillaringiz emas. Ayrim hollarda boshqa davrlar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, oliy o'quv yurtida kunduzgi o'qish davri ayrim tartiblarda ahamiyatga ega bo'lishi, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar, mehnat daftarchasidagi arxiv ma'lumotlari pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Hamma davr ham avtomatik qo'shilmaydi. Hamma hujjat ham bir xil kuchga ega emas. Shuning uchun men eshitdim, qo'shilar ekan degan gapga emas, rasmiy hujjatga tayanishni maslahat beraman. Masalan, birinchi real holatni olaylik. Olimtekis yoshli otaxon 1978 yildan 1935 yilgacha bir korxonada ishlagan. Keyin korxona yopilgan, arxiv hujjatlari boshqa joyga o'tgan. Pensiya tayinlanganda mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noaniq bo'lgani uchun 17 yil emas, faqat 12 yil staj hisoblangan. Otaxon bu haqda bilmagan. Har oy 1.100.000 so'm atrofida pensiya olgan. Keyin farzandi bilan borib arxiv ma'lumotnomasini oldi. Qo'shimcha 5 yil staj tasdiqlandi. Natijada pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'ladi. Bu odam uchun 12 iyuldan keyingi eng katta syurpriz shuki,
u shunchaki kutib o'tirmasdan hujjatini tekshirtirsa, o'ziga tegishli pulni olish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchi misol, 33 yoshli onaxon 30 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda ish haqi ma'lumotlarining hammasi bazada bo'lmagan. Ayniqsa 1990 yillar oxiri va 2000 yillar boshidagi ayrim oyliklar to'liq ko'rinmagan. Natijada pensiya hisoblashda pastroq daromadlar olingan. Onaxon davlat o'zi biladi deb yurgan. Lekin aslida maktab buxgalteriyasi yoki arxidan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olish orqali pensiya qayta ko'rilishi mumkin. Agar yuqori oylik davrlari hisobga kirsa, pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Demak, bu yerda ham asosiy kalit hujjat va tekshiruv. Uchinchi misol, bir kishi nogironlik pensiyasi oladi. Keyin yoshga doir pensiya huquqi ham paydo bo'ladi. Ba'zan odamlar qaysi pensiya turi o'zlari uchun foydaliroq ekanini bilmaydi. Bunday holatda mutaxassisdan hisob-kitob talab qilish kerak. Masalan, nogironlik bo'yicha pensiya 20 million 300 ming so'm bo'lsa, yoshga doir pensiya staj va ish haqi hisobiga 1 million 120 ming so'm chiqishi mumkin. Yoki aksincha nogironlik bo'yicha ustamalar bilan avvalgisi foydaliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma yoshga doir pensiyaga o'tsin yoki hamma eski pensiyasida qolsin deyish noto'g'ri. Har bir odamning holati alohida hisoblanadi. Kimlar ayniqsa xavotir olib, albatta tekshirtirish kerak. Men bu ro'yxatni aniq aytaman. Birinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlari borlar. Ya'ni 1970-1990 yillarda ishlagan, korxonasi yopilgan, nomi o'zgargan, arxivga ketgan odamlar. Chunki bunday hujjatlarda ko'p xatolik uchraydi. Ikkinchidan, pensiyaga chiqayotganda shoshilinch hujjat topshirganlar. Ba'zilar pensiya yoshiga yetganda tezroq tayinlab bersin deb bor hujjatni topshiradi. Keyin qolganini to'ldirmaydi. Ana shu holatda pensiya kamroq chiqib qolishi mumkin. Uchinchidan, ayollar. Ayniqsa ko'p farzandli ayollar, farzand parvarishi davri bo'lganlar, ishlagan joyi bir necha marta o'zgarganlar. Hujjatlarda tanaffuslar bo'lsa, ularning sababi aniqlanishi kerak. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligida, fermer xo'jaligida, kolxoz yoki sovxozlarda ishlaganlar. Bu sohada eski hujjatlar arxivda bo'lishi. Ba'zan esa to'liq bo'lmasligi mumkin. Lekin bu umidsiz degani emas. Guvohnoma buyruq nusxasi ish haq vedomasida arxiv ma'lumotnomasi orqali tasdiqlash imkoniyatlari bo'ladi. 5-dan, pensiya kartiga tushayotgan bo'lsa, ham har oy miqdori o'zgarib qolayotganini sezganlar. Masalan, bir oy 20 million 2 ming, keyingi oy 20 million 1 ming tushsa, sababini so'rash kerak. Bu qarzdorlik ushlab qolingani bo'lishi mumkin. Bank komissiyasi bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'lov qaytarilayotgani bo'lishi mumkin yoki texnik xatolik bo'lishi mumkin. Pensioner bunday vaziyatda jim yurmasligi kerak. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha staj va ish haqi elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorini olgan bo'lsangiz, har oy to'lov bir ma'lumotda tushayotgan bo'lsa va sizda qo'shimcha hujjat bo'lmasa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotni tekshirtirib qo'yish foydadan xoli emas. Chunki xato faqat eski hujjatda emas, ba'zan yangi ma'lumot kiritishda ham bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, indiki yildan hamma pensionerga falon so'mdan qo'shimcha pul beriladi degan gaplarga ishonmang. Agar rasmiy qaror, farmon yoki jamg'arma xabari bo'lmasa, bunday xabarlar ko'pincha odamlarni chalg'itadi. Men ekspert sifatida har doim aytaman. Pensiya bo'yicha pul masalasida 3 ta narsani tekshiring. Qaror raqami bormi? Qaysi tashkilot e'lon qildi? To'lov kimlarga va qanday shart bilan berilishi yozilganmi? Agar shu 3 ta savolga javob yo'q bo'lsa, demak xabar shubhali. Ikkinchi tuzoq. Telefon orqali pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting. SMS kodini ayting degan firibgarlar. Pensionerlarimiz juda ishonuvchan, ko'ngli toza. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Kartaning old orqa rasmini yubormang. Arizangizni onlayn qilib beraman deb pul so'ragan notanish odamga ishonmang. Agar yordam kerak bo'lsa, farzandingiz, mahalla xodimi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Uchinchi nozik jihat, qayta hisoblash har doim ham katta oshish bermaydi. Ba'zida odam qo'shimcha hujjat olib keladi. Lekin u pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Masalan, qo'shimcha staj bor, lekin u pensiya formulasi bo'yicha sezilarli o'zgarish bermasligi mumkin.
yoki ish haqi ma'lumotnomasi keltiriladi. Lekin avval hisobga olingan davr undan yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hujjat topshirsangiz albatta ko'p pul olasiz demayman. Men hujjat topshirsangiz adolatli hisob-kitobni talab qilish huquqingiz bor deyman. Farq katta. 4-chi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan pensionerga xatolik bilan ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin tizim buni aniqlasa, ma'lum tartibda ushlab qolish boshlanadi. Pensioner esa nega pensiyam kamaydi deb hayron bo'ladi. Shuning uchun agar to'lovingiz birdan kamaygan bo'lsa, albatta yozma, izoh so'rang. Og'zaki shunaqa bo'libdi degan javob bilan cheklanib qolmang. Siz qancha ushlab qolinayotganini, nima sababdan ushlab qolinayotganini, qaysi hujjat asosida ekanini bilishga haqlisiz. 5-jihat doimiy yashash manzili va bank ma'lumotlari. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, bank kartasini almashtirgan bo'lsa, bank kartasini almashtirgan bo'lsa. Pasport yoki ID karta yangilangan bo'lsa, bu ma'lumotlar pensiya ishida ham yangilanishi kerak. Aks holda to'lov kechikishi, xabarnoma bormasligi yoki hujjat qayta talab qilinishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun bu juda muhim. 6-jihat pensioner vafot etganidan keyingi to'lovlar. Bu og'ir mavzu, lekin aytish kerak. Ba'zan oila a'zolari marhum pensionerning kartasiga tushgan pulni ishlatib yuboradi. Keyin bu qonuniy muammo tug'dirishi mumkin. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari tegishli tashkilotlarga xabar berishi va qonuniy tartibni bilishi kerak. Ayrim hollarda dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bularning hammasi tartib bilan rasmiylashtiriladi. 7-nozik jihat chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlash hujjatlari. Yashash holatni isbotlash kabi masalalar yuzaga kelishi mumkin. Kartaga tushyapti-ku deb beparvo bo'lish yaramaydi. Chunki keyinchalik hujjat talab qilinsa, masala murakkablashadi. Bunday holatda oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki konsullik orqali aniq tartibni so'rab olish kerak. Endi eng kerakli qism siz bugundan boshlanasiz. Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam pensiya miqdoringizni yozib boring. Oddiy daftar oling. Har oy qaysi sanada qancha pul tushganini yozing. Masalan, iyul 2022 sanada 20.320.000 so'm, avgust 20 sanada 20.320.000 so'm, sentabr 2 sanada 20.340.000 so'm. Agar farq bo'lsa, yoniga sababini yozing. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin keyin nizoli holatda juda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam pensiya ishingizdagi stajni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shu hujjat, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, harbiy bilet, diplom yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin. 3-qadam ish haqi ma'lumotlaringizni tekshiring. Ayniqsa pensiya hisoblashda qaysi yillardagi ish haqi olinganini so'rang. Agar sizda yuqoriroq oylik olgan davrlar bo'lsa, lekin ular hisobga kirmagan bo'lsa, arxiv yoki sobiq ish beruvchidan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Masalan, siz 2005-2010 yillarda yaxshi oylik olgansiz, lekin pensiya hisobida boshqa pastroq davr olingan bo'lsa, bu masalani ko'tarish kerak. 4-qadam yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yetarli emas. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya, ishim bo'yicha ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim va qo'shimcha ustamalar to'g'ri hisoblanganligini tekshirib berishingizni. Asos mavjud bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Ariza topshirganingizda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. 5-qadam javobni kuting, lekin nazorat qiling. Tashkilotlar murojaatga belgilangan muddatlarda javob berishi kerak. Agar javob kechiksa, qayta murojaat qiling. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma ravishda izoh so'rang. Hisoblanmaydi deyishsa, nima uchun hisoblanmasligini hujjat asosida tushuntirsin. Pensioner buni so'rashga to'liq haqli. 6-qadam davlat xizmatlari markazi va elektron xizmatlardan foydalaning. Ko'pchilik keksalar elektron xizmatlardan qo'rqadi. Lekin farzandlar yordam bersa, bu juda qulay. Ayrim ma'lumotlarni onlayn tekshirish, ariza yuborish, navbat olish, ma'lumotnoma olish mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz,
Davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda xodimlar arizani rasmiylashtirishda yordam beradi. 7-qadam, bank kartangizni xavfsiz saqlang. Pensiya kartangizning PIN kodini qog'ozga yozib kartaning yonida olib yurmang. SMS kodini hech kimga bermang. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar telefoningizga pensiyangiz oshiriladi. Havolaga kiring degan xabar kelsa, havolani bosmang. Avval rasmiy manbadan tekshiring. 8-qadam, agar pulingiz kamaygan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan to'lov bo'yicha ma'lumot so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning huquqiy asosini so'rang. Agar xatolik bo'lsa, tuzatishni talab qiling. Bu masalada vaqtni cho'zmaslik kerak. Chunki qancha erta murojaat qilsangiz, masalani hal qilish shuncha oson bo'ladi. 9-qadam, qo'shimcha to'yfangiz bor yo'qligini aniqlang. Siz yolg'iz yashovchi kexamisiz, nogironlik guruhingiz bormi? O'quvchisini yo'qotgan oila a'zosisiz, alohida xizmatlari bor shaxs to'yfasiga kirasizmi? Ko'p farzandli onamisiz, zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganmisiz? Bularning har biri alohida hujjat talab qiladi va pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Menga baribir berishmaydi deb o'ylamang. Avval tekshirtiring. 10-qadam, farzandlar va nabiralar yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz, bu bobongiz pensiyasini bir marta tekshirishga yordam bering. Ular ko'pincha tashkilotga borishga uyaladi, savol berishga tortinadi, hujjat yig'ishga qiynaladi. Siz bir kun vaqt ajratsangiz, ularga har oy qo'shimcha pul tushishi yoki kamida xotirjamlik berilishi mumkin. Bu juda katta savobli ish. Yana bir muhim maslahat, har bir hujjatning nusxasini saqlang. Arxiv ma'lumotnomasi oldingizmi? Nusxa qiling. Ariza berdingizmi? Nusxasini saqlang. Javob xati keldimi? Yo'qotmang. Bank ko'chirmasi oldingizmi? Papkaga soling. Pensionerning hujjatlari tartibli bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. Hujjatlar yo'qolsa, yana boshidan yugurishga to'g'ri keladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Ikki pensionerning holati bir-biriga o'xshaydi, lekin biri hujjatini tartiblab keladi. Ikkinchisi esa hammasi arxivda bo'lsa kerak deydi. Natijada birinchi odamning ishi tez yuradi. Ikkinchisi oylar davomida kutadi. Shuning uchun pensionerning eng katta g'uroli bu tartibli hujjat, yozma ariza va rasmiy javobdir. Demak, 12 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim yangilik shuki, pensiya masalasiga befarq qarab bo'lmaydi. Hamma uchun bir xil avtomatik katta pul tushadi deb kutib o'tirmang. Lekin har bir pensioner o'z staji, ish haqi, ustamalari, bank to'lovi va hujjatlarini tekshirtirsa, o'ziga tegishli imkoniyatni boy bermaydi. Kimdadir pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin, kimdadir xato topilishi mumkin, kimdadir hammasi to'g'ri chiqib, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Mening tavsiyam aniq. Bugun daftar oching, pensiya tushumlarini yozing, hujjatlaringizni yig'ing. Pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Hech kimga SMS kod bermang. Shubhali xabarlarga ishonmang. Faqat rasmiy manbalarga tayaning. Sizningcha pensiya hisob-kitobini tekshirish tartibi yanada soddalashishi kerakmi? Sizda staj yoki pensiya miqdori bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir oyma-oy oladigan pulni saqlab qolishi yoki oshirishga yordam berishi mumkin.